35 masala. Berilgan hollarning qaysilarida buyumning yupqa linzada kattalashgan tasviri hosil bo'ladi, deyapti. Tasvir yasab ko'rish kerak. Birinchi rasm. Qavariq linza berilgan. Qavariq linzada tasvir yasash. Mana bu bosh optik o'q deyiladi. Bosh optik o'qqa bitta parallel nur dastasi jo'natiladi. Keyin shu nur fokusida yig'ib beradi. Fokusidan o'tadi. Keyingi nur linzani markazidan o'tadi. Xo'p, ikkita nur kesishgan nuqtada buyumni tasviri hosil bo'ladi. Xuddi shunday keyingisida bosh optik o'qqa bitta parallel nur dastasi jo'natiladi. Bu nur fokusda yig'ib beradi. Keyin linza markazidan yana bitta nur o'tkaziladi. Bu nurlarni sal xato bo'ldi. To'g'riroq bo'ldi. Endi teskarisiga davom ettirsak, shu nurlarni mavhum tasviri hosil bo'ladi. Kattalashgan mavhum tasviri hosil bo'ladi. Agar tasvir linzadan o'ng tomonda hosil bo'lsa, mana bu yerda hosil bo'lsa edi, haqiqiy tasvir deyiladi. Buyum bilan tasvir bir tomonda hosil bo'lsa, bu mavhum tasvir deyiladi. Uchinchi rasm. Uchinchisida 2F bilan F orasiga qo'yilgan. Xuddi shunday bosh optik o'qqa bitta parallel nur dastasi bu F da yig'ib beradi. Hop. Linza markazidan yana bitta nur o'tkazamiz. Kesishgan ikkita nurda tasvir hosil bo'ladi. Keyingisi 4-chi rasmda linzani botiq linza beribdi. Xuddi shunday parallel nur jo'natamiz. Bosh optik o'q. Keyin bu nurni sochib beradi. Teskarisiga davom ettirsak, sochilgan nur dastasini xuddi shunday linza markazidan ham bitta nur o'tkazamiz. Kesishgan nuqtada linzani ham bu yerda tasviri hosil bo'ldi. Masala sharti bo'yicha bizada kattalashgan tasvir hosil bo'ladi degan. Faqat 2 bilan 3 rasmda kattalashgan tasvir hosil bo'ldi. Bitta javobni olamiz.